Amaki, sizga yangi raqs tayyorlab keldim. Ye, Amaki, qandoq tinchimsiz? Yaxshi, ha. Nimaga kelding? Yangi raqs o'rgandim, nasib bo'lsa yubileyda o'ynab bermoqchi. Rostdan. Hafta ko'rsatib. Ko'rsataymi? Qanday amak, qanday? Azizlar, yo'rib tashlading. Nomi nima buni? Bu quyosh urgan kaptar raqsi. Lekin jiyan gap yo'q, raqslaring ko'rsam ko'nglim ko'tariladi. Ijoda omad zo'r ketibsan, boss. Mana qarang, siz joningiz bir iltimos bilan kelamiz. Qanday iltimos? Qo'lingizni oching. Mana. Mana bu. Onasini yemsin. Qayerdan o'g'irlading? O'g'irlanim yo'qmi? Ana shu diskotekalarda o'ynab raqsimizdan topib mana shu pullarni to'pladim hammasini. Seriozmi? Ha. Mani o'g'limni ham yoningga shogird qilib ol. Siz o'g'lingiz o'qigan diplom borku unda. O'qigan diplom bo'lgani bilan naskisini ham o'zim olib beraman holiya. Uni qo'ying, mana qarang, dadam ana shu pullarni mashina podarka qilmoqchiman. Siz tanishlaringiz borku, bitta zo'r mashina olaylik. Dadangga mashina olib bermoqchiman. Havo. Menga bir oy o'g'il bo'lmaysanmi? Hazil yig'ishtiring, ketdik, yuring, mashina olaylik. Yur, zo'r joyga olib bormasan. Yur. Gulmani Yan, mana aytgan joy mana shu yer. Cherry Adem Aster saloni. Ana shu yerdan dadangga xohlagan mashina olsak bo'ladi. Bo'ldi, mashina ko'raylik, Yur, olib boraman. Amaki, ana shu mashina yoqdi, mana shuni olaylik. Bo'ldi, tamom. Bu Cherry Tiggo 2 Pro. Narxi 199 million 900 ya. Zo'r ekan, mana pulim ketadimi, lekin pul yetmay-ku, nima qiladi? Menga qara, puli yetmay turganlar uchun 36 oyga muddatli to'lovim bor. Undan tashqari 5 yilga avtokredit qilib beraylik. Boshlang'ich to'lov 15% bilan. Zo'r ekan. Yuring ham rasmiylashtiraylik. Ketdik, yur. Menga qara jiyan, buni manzili Buxoro shahar Giyofizikan yo'ldagi Emir restoranining ro'parasida. Cherry Adem Aster saloni. Bo'ldi, unda o'ynaymiz amaki. Nimaga? Mana qarang, endi mashina oldim-ku, mashina olgan kaltakesak raqsini chiqarib. Faqat o'zim chul manimdir